Va nihoyat uzoq kutilgan kun keldi. Ya'ni Xitoyda Tang L nomi bilan, o'zimizda bo'lsa Atto 8 nomi bilan sotuvga chiqqan BYD mashinani O'zbekiston ichida, adashmasam, blogerlarning ichida birinchi bo'lib olyapman. Sababi, hozir tushuntiraman. Esingizda bo'lsa, C-Line 7 ni bir hafta test drive qilgan edim. YouTube obzor ham qilganman. O'tib ko'rsanglar bo'ladi. Va endi bo'lsa Tang L, ya'ni Atto 8 test drive qilmoqchiman. Sababi, mendagi chempion gibrid mashinamni yangilamoqchiman. Hozir menda ikkita variant. C-Line yoki Atto 8. Mana endi mana shu bir haftalik test drive'imdan keyin ma'lum bo'ladi. Qanaqa afzalligi bor, nima kamchiligi bor, hammasini YouTube'da ko'rsatib beraman. Xohlasanglar YouTube'ga o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu mashinalarning ikkita pozitsiyasi bor edi. Ikkalasini orasida salkam 100 million farq bor. Ya'ni birinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiyaning orasidagi farqni ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Arziydimi puliga yo'qmi? YouTube'da ko'rishamiz.